Ona yer nidosi. Mazkur film O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi FAOning O'zbekistondagi vakolatxonasi hamda Zamin fondi ko'magida tayyorlandi. Poytaxtimizda ushbu hujjatli filmning premyerasi bo'lib o'tdi. Ma'lumotlarga ko'ra, yerlarning tanazzulga uchrashi insoniyatning eng jiddiy ekologik muammolaridan biri bo'lib, undan yer yuzidagi quruqlikning 40% va 3,2 milliard kishi aziyat chekmoqda. Markaziy Osiyoda umumiy yer maydonining qariyb 37% degradatsiyaga uchragan bo'lib, bu oziq-ovqat xavfsizligi, suv resurslari va iqlim barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. O'zbekistonda bu ko'rsatkich 26% ga yetgan. Sho'rlanish darajasi ortmoqda. Tuproqdagi gomus miqdori va qishloq xo'jaligi ekinlari hosildorligi kamaymoqda. Muammoning jahon miqyosidagi dolzarbligini hisobga olib, Qishloq xo'jaligi vazirligi, FAOning O'zbekistondagi vakolatxonasi va Zamin fondi ko'magida suratga olingan Ona yer nidosi hujjatli filmi dastlab 4-dekabr kuni butun jahon tuproq kuniga bag'ishlangan xalqaro tadbirlar doirasida FAOning Italiyadagi bosh qarorgohida jamoatchilikka namoyish etilgan edi. Bugun ushbu film premyerasi Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy tadqiqot universitetida bo'lib o'tdi. Premyeraga Zamin fondi vasiylik kengashi raisi, O'zbekistonning birinchi xonimi Ziroat Mirziyoyeva tashrif buyurib, eko maktab o'quvchilari va talabalar bilan birgalikda namoyishda ishtirok etdi. Mazkur filmda tuproqning qadr-qimmati, uni dehqonlarning ko'p asrlik tajribasi, barqaror amaliyotlari va ilg'or texnologiyalarni uyg'unlashtirish orqali asrab-avaylash bo'yicha fermer va olimlarning sa'y-harakatlari xususida so'z ketadi. Bir yil davomida bu suratga olindi. Suratga olishdan asosiy maqsadlarimizdan bittasi yerimizda qa'ridan chiqayotgan nidoni eshitish. Chunki barchamiz bilamizki, hozir barcha yerda yer tanazzuli, yer degradatsiyasi deb jar solyapti, lekin yerni eshitadigan odamning o'zi yo'qligi. Biz asosiy maqsadlarimizdan bittasi o'sha yerni nidosini eshitib, unga qanday bir ijobiy yo'nalishlarni ko'rsatishimiz mumkin degan ma'noda bugun masalan o'sha 4 ta yo'nalishda biz asosiy ishlarimizni ko'rsatdik. Bularning barchasi yerni unumdorligini oshirish, yerni tanazzulini to'xtatish, yerni sifatini yaxshilash, uni ekologiyasini yaxshilash bo'yicha yo'nalishlarda filmimizda meni yonimda turganlar barcha shu qahramonlar o'zlarini yil davomida qilgan ishlarini bir natijasini ko'rsatib berishdi. Chunki bu yerda birinchi o'rinda yerga ishlov bermasdan ekish texnologiyasi, uni qanday samaralari bor, namlikni ushlab qolishga qanday samarasi bor, hosildorlikni oshirishda qanday samarasi bor, ular ko'rsatildi. Undan tashqari o'sha sholini yetishtirishda yangi texnologiyalar, o'sha yomg'irlatib sug'orish bilan sholini yetishtirish bo'yicha ishlar ko'rsatildi. Shuning bilan birgalikda barchamiz bilamizki, hozir shu yaylovlar degradatsiya bizda yildan yilga oshib boryapti. Agrofitosenozni hosil qilgan holda biz yaylovlarni yaxshilashimiz mumkin. FAO tarafidan olib kelingan nulavoy texnologiya, ya'ni yerga ishlov bermasdan to'g'ridan-to'g'ri ekish texnologiyasini qo'llab, yerga har xil turdagi bug'doy, arpa, ashakino'xat, masqar, zir navlarini ekib kelaman. Shu bilan bir qatorda shu yerda turpoqni unumdorligini oshirib, ham undan samarali foydalanib, keyin texnika xarajatlarini kamaytirib, yuqori hosillar olib kelaman. Buni birinchi sababi bizga birinchi qiziq fermerlarga texnologiyani xarajati kamligi bo'lgan. O'sha kam xarajatdan boshlanish qiziqish shundan bo'lgan. Undan keyin yerga ishlov bermasdan bug'doy bilan almashlab ag'darib ekilgan bug'doyni farqini lalmi yillarda ko'rganman. Bu film kamdan kam hollarda kadrda ko'rinadigan, ammo har kuni yer bilan sirlashadigan fermerlar, agronomlar, olimlar haqida. Zamin fondi vasiylik kengashi raisi talabalar bilan suhbatda bo'lib, tuproq degradatsiyasi muammolarini muhokama qildi. Bo'lajak mutaxassislarning g'oya va takliflarini diqqat bilan tinglab, ekologik jarayonlarni mintaqaning oziq-ovqat xavfsizligi uchun qanchalik xavfli ekanini ta'kidladi. 95% mahsulotimizni biz yerimizdan, tuprog'imizdan olamiz. Buni asrab-avaylashga qaratilgan barcha chora-tadbirlar, yerlarimizni asrab-avaylash hamda resurs tejamkor texnologiyalarni qo'llash sababli mana shu yerlarimizga bo'lgan mehrimizni, muhabbatimizni oshirishga qaratilgan bir tashkiliy tadbir deb bilsak bo'ladi. Filmda yaxshi bir ko'zga tashlangan narsa, fermer xo'jaliklarimiz hamda dehqon xo'jaliklarimizni yerdan foydalanish holatlarida mana yozin-qishin yerlarimiz to'xtovsiz doimiy ravishda yerlarimizda biz ishlov beramiz. Agronomik nuqtai nazardan agrotexnik tadbir
tadbirlarni bajaramiz, biror marotaba yerimizni biz tinch qo'ymaymiz. Endi u yerimizga qaytarib berish ta'limotini ham yo'lga qo'yishimiz kerak. Mana bu hozirgi aytib o'tilgan o'sha no-till texnologiyasida ham xuddi shu maqsad qilib olingan. Bu bo'yicha biz amaliy tadbirlarda ham ishtirok etgandik. Joylarda suvni tejash maqsadida amalga oshirilayotgan no-till texnologiyalarida asosan yerga og'ir texnikalarni kiritsak, albatta uni biz zichlab qo'yamiz. Namligini yo'qotib qo'yamiz. Mana bu holatlarda hozir tuprog'imizdagi bor mikroorganizmlarga biz oziqani qishim bilan berish jarayonini ko'rdik. Mana oddiygina o'sha Xorazm viloyatida yomg'irlatib sug'orish, Qoraqalpog'iston Respublikasida bo'sh turgan yer maydonlariga o'sha biohumuslarni ko'paytirish yo'li bilan tuproqlarimizdagi mikroorganizmlarni to'ydirish jarayoni. Qachonki biz bir eskidan bir gap bor, ota-bobolarimiz dehqonlar aytadi, yer to'ysa dehqon to'yadi degan bir jarayonlarimiz bor. Tuproqshunoslik sohasini o'rganganimizda hozirgi kundagi eng dolzarb muammolardan biri sho'rlanish, eroziya yoki bo'lmasam organik moddalarning kamayishi kabi muammolarga duch kelib turibmiz. Hammamiz shu muammolarni oldini olish maqsadida biz ilmiy bilimlarimizni amaliyotda qo'llab, ularni birgalikda uyg'unlashtirib olib borishimiz shu kabi muammolarni yengishimiz uchun bizga yordam beradi. Tadbirda sohaga aloqador vazirlik va idoralar, FAO, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi, Germaniya xalqaro hamkorlik agentligi, Fransiya taraqqiyot agentligi, qurg'oqchil hududlarda qishloq xo'jaligi tadqiqotlari xalqaro markazi va boshqa xalqaro tashkilotlar vakillari ishtirok etdi. Ona yer nidosi hujjatli filmining premyerasi bugun shuningdek Toshkent davlat agrar universitetida ham bo'lib o'tdi.